Assalomu alaykum azizlar. Bugun Jahongir Otajonovning Happy Birthday to you degan bir qo'shig'iga reaksiya qoldiramiz. Rostini aytsam, qo'shiq sohasida uncha unum yo'q, lekin bir nima deydi, yaxshi ishlangan klipga o'xshadi qo'shiqimiz, lekin yaxshi ekan. O'shani hozir uni qilamiz. Tak. Bo'lar. Mana Happy Birthday Brixinday degan ekan, Sardor Faxriddinov ekan. O ana Jahongir Otajonov. Men bitta qo'shishim nimaga ayniqsa shu nima o'rdak sabab yil o'rdak bo'lsa kerak ekan menimcha. Yaxshi. Bu Jahongir Otajonovda aytaman-da. Qo'shiqlar ovozi ham zo'r. Nega bunday xarakteri g'alati bo'lib qolgan, lekin prikolniy-da, lekin o'zi. Prikol. Halaga negativ bo'lgan insonlar ko'tarilib ketadi degani shu ekanda, negativ bo'laveradi. Hamma negativ bo'laversa o'sha tomoniga. Rasman negativ bo'lganga ochig'ini qarab zo'r. Qiziq klip qayerda olgan ekan? Qirol janoblari. Reklamami deyman-da, limonad reklama qilyapti. Lekin shu Jahongir Otajonovda bir nimasi mana bu stil, kiyinish stili yoqadi menga. Mana ayniqsa mana qanaqadir bu shubalar, bu bolalar kiyib chiqadi-ku. Bir qanaydir prikolniy-da, bir prikolniy ishlangan lekin. Orzu qilish yaxshi, gar bo'lsa u hayotiy deydi-ku. Hamma narsa xayolda bo'lgan ekan oxirida. Hamma aynida. Lekin buni o'ylab qarasa, bu haliga bizga o'xshagan mana ishlaydigan odamlardan ichidagi "Pashol" deb oldinga chiqib, deb turib keyin oxirida deya olmay indamasdan sekingina joyiga oilaga esiga tushib qolib ishlash kerak-ku degan odamga o'xshab. O, kalla u ham o'rdak kiyib olgan kallasiga. Sardor Faxriddinov ekan, ana, Ifta prodyuseri, Sardor Umarbekov ekan. Saodat, Odil, ana, hammasi ham. Shunaqa. Mana ko'rib chiqdik. Forum, fonli dunyo, yana bir agar ularga reaksiya qoldirishni xohlasalaring, biroz kommentariyaga plyus belgini qoldiringlar yoki unaqa qolsalaring, faqat negativ so'kishlar bo'lmasin. Keyin boshqa biron bir klipga reaksiya bo'lishini agar xohlasangiz, biroz
anavi qilib kommentariyaga yozib qoldiringlar, qaysi klipga iloji bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.